yeni qonun loyihasi o'tirg'a qo'yildi. Bu qonun loyihasi bu Xitoy Tayvanga hujum qilsa dunyo pul muomala sistemasidan chiqarib etildiganlikqa aloqador bir qonun loyihasi. Amerika Avam Palatasida 9 fevral mutlaq ko'p ovoz bilan ma'qullangan bir qaror Tayvanni qo'g'dash qonun loyihasi ismida ma'qullangan bo'ldi bu qonun. Qonun loyihasida Xitoy Tayvanning bexatarligiga tahdid elib keladigan harakatlarni qo'llangan taqdirda Amerikaning Xitoyni dunyo pul muomala sistemasidan chiqarib etishi kerakligi ta'kidlandi. Amerika ovozi berildi bu xabar. Albatta boshqa nufuzli axborotlarda ham ko'plab tilga olingan berilgan xabar. 395 ovozning qo'llanishi, 2 ovozning qarshi chiqishi bilan ma'qullangan. Yani her iki partiyadan Cumhuriyetçiler, Demokratlar olsun, yani en ko'p ovoz bilan qabul qilingan bir qonun loyihasining birisi. Resmi qonunga aylanish uchun hammamizga ma'lum bo'lgandek, Kengash palatasida ma'qullanishi va prezidentning imzolashi kerak albatta. Oldimizdagi mutaxassislar buniki bunday ko'p sonliq ovoz bilan qabul qilinishining o'zi ham oldimizdagi bosqichdan nihoyatda oson o'tadiganligini o'tirib qo'yibdi. 395 ovoz bilan ma'qullagan Tayvanni qo'g'dash qonun loyihasi Xitoy uchun bir amaliyotda bir iqtisodiy o'lim jazosi bo'ladi va agarda amaliy qonunga aylansa degan shaklda analizlar var. Agar prezident qonun loyihasidagi moddalarga asoslanib turib Xitoyning qilmishlari Tayvan xalqining bexatarligiga, jamiyatga va iqtisodga tahdid elib kelgan va bu sababli Amerikaning manfaati ziyonga uchratganligini bekitgan taqdirda Amerika Moliya Ministerligi, Federatsiya Zapas Komiteti ve aksiya birjisi komiteti qatorliqlar Xitoy vakillerini 20 davlat guruhi, Xalqaro Raschot bankisi, Pul muomala muqimlik komiteti, Basel banki nazorat komiteti, Xalqaro sug'urta nazorat birlashmasi, Xalqaro aksiya nazoratchilik tashkiloti qatorliq organlardan chiqarib tashlash uchun harakatga o'tdi ekan. Qonunga aylanganda Amerika prezidenti, shu vaqtdagi prezident kim bo'lsa bo'lsin, bu qonunga aylanib ketsa, Tayvanga bir qadam bosgan hamon bu yuqorida so'zlangan mushuning hammasini ijro qilish uchun harakatga o'talaydi. Prezidentga shunday bir huquq berish qonun loyihasi. Mazkur qonun loyihasini sungan parlament a'zolari Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilishdan ilgari parlamentning buningga o'xshaydigan jazo yurgizish mexanizmini o'ttirg'a chiqarganligini, Amerikaning Janubiy dengizdagi kunsiri kuchayayotgan zo'migarlik qilmishlariga qarshi bir aktiv siyosatning zarur ekanligini, bu qonun loyihasi orqali agar Xitoy Tayvan bilan to'qinishish g'arazida bo'ladi ekan, aqibatiga tayyorlik qilib qo'yish kerakligidek signal berilganligini ta'kidlagan. Kimlar bu qonunni o'ttirg'a qo'ygan parlament a'zolari. Albatta bu yerda shunday savollar tug'ilishi kerak. Amerika nima uchun Rossiyaning Ukraina tajovuzchiligidan olgan tajribasini Xitoyga ishlatishga boshladi? Bugun buni qilishimiz kerak degan narsani o'tirib qo'ydi. Bu Xitoyga berilgan oldin ogohlantirish misolidagi bir jang e'lon qilishmi degandek savollarimizga javob izlaymiz birdamdan keyin. Xitoy Tayvanga hujum qilsa, Amerika uni dunyo pul muomala sistemasidan chiqarib tashlaydiganligini jakarlashi, bu albatta bunday bir ahvol yuz bergan vaqtida Xitoy bugungi hurkirayotgan dunyoga beshamda qilayotgan iqtisodiy orqali nurg'un yo'lsizliklarni qilayotgan Xitoy yana qanchalik mavjud bo'lib tura oladi bu iqtisodiy besim, bu vayronchilikdan keyin degan masalalar albatta o'ttirg'a qo'yilayotgan bir masala. Xitoyning Janubiy dengizdagi zo'migarligi bizga ma'lum bo'lgan bir masala. Nima uchun bu yerda Amerika harbiy kuchdan kerak pul muomala qurolini ishlatishni tanladi? Bu usul Xitoyning Tayvan orzusidan voz kechishiga sabab bo'lamdi degandek albatta nurg'un savollar o'ttirg'a qo'yilishi mumkin. Endi 395 ovozning din bilan yuksak qabul qilinibdi. Sizga agarda bunday bir ish amalga eshib qolsa, Xitoy dunyo pul nurg'un hamma jihatdan siqilib qancha pul terab turadi masalan, buning amalga eshishimiz qancha degandek. Amalga asli qanday ziyon uchraydi Xitoy? Pul muomalasi jazosi Xitoyga biroz qiyin bo'ldi deb o'ylayman. Birisi shu Xitoyning qo'lida nurg'un dollar bor.
Xo'sh. Dollarni bir kural kılıp işletileydi. Misalga deyli, şu Amerika dollarini xalqaro bozorga birla sotadigan bo'lsa, o Amerikanınki iqtisodiga ziyon beradi. O'xshashlar Amerika mı qilalaydi? Misalga dollarninki qiymatini Amerika tushasa, Xitoyning qo'ldagi dollarma muz erib ketgandek eriydi. Bununla karşılıklı iki taraf birbirini tamponlaştırdıgan güçküme ega. İkincisi, Xitoy bütün dünya bilan ticaret var. Nurg'un devletler üçün Xitoy birinci ticaret şerigi. Xitoydan ayrılamagandek, yani Xitoyninki iqtisodiy ve ticari bozordan ayrılamagandek, Xitoy bilan bo'layotgan munosabatni buzishni xohlamayotdi. Misalga Müslüman devletler mushu chetdan Xitoy bilan yaqinlashishning sababi mushlardi. Menfaat bor çünkü. Yani G'arb devletini hammasini qo'zg'andirib Xitoyga bir pul muomalasining jazosini berayli desa, qancha devlet egishidi misalga hozir. Yevropa devletler hozir Amerika bilan orasida nurg'un ziddiyatlar bor. Mana bu günlerde Munix'te xalqaro xavfsizlik yig'ini ichilyotdi. Bu marketingki yig'inga Amerika prezident yardımcısına evet miydi mesela? Tashqi ishlar ministrini aytgan bo'ldi. Yani seviyesini tushadi. Bu yig'inda Amerikaningki ilib borgan siyosati dunyoga qanday ziyon keltiryotdi degan yig'inlarni müzakere kılıvadıdı. Şununla Xitoyga karşı müştak kılaylı dese qancha devlet egişidi Amerikaga. Onundan başka Amerika Xitoyga mushu chetdan bir pul muomalasi jazosini bergan vaqtida Amerika Xitoy arasındaki iqtisod tijoratga ziyon keldi. Hozir Xitoy Amerika arasında bu ticari urushi, savdo urushi bor deyapmiz. Ama Trump'nınki 2016'dan keyingi, yani 2017 birinci ayda deb hisoblasak mı, o'ttirdagi ma'bud Biden'ni chiqarib mi? Yani hozirgacha Xitoy bilan mushu savdo urushini urushib keldi. Ama yildan yilga ikki tarafninki ticari sonu o'sib kelyapti. Yani 600 milyar dolarlık ticari sonu var. Hem Amerika'ya payda tarafım var, Xitoyga payda tarafım var. Şununla bu pul muomalasi bilan Xitoyni joylashda bence %100 bir netice alamaydı deb o'ylayman. Misalga Rossiyaga shunday qildi. Hem de Rusya'ya karşı keng ko'lamda ilib bordi. Xo'sh. Mushu pul muomalasi chetda. Ama yine bunu hal qilolmadi. Yani Rusya yine pulunu tepatıdı, yine malını sitvatıdı. Özününki bir pul muomalasi sistemi bilan Xitoy bilan misal nurg'un devletler bilan bazı kelishimlarni qilib o'zaro bir sistemni taraqqiy qildirishga tirishyapti. Shuningga Xitoy bilan tijareti bo'lgan, iqtisodiy munosabati bo'lgan nurg'un devletler energiya bo'libmi mushu chetda o devletler egashmaydi Amerika deb o'ylayman. Ama Amerika'nınki burunma Trump'ma degan nimaga? Xi Jinping'e. Senin şunda Tayvan'a hücum kılıdığan niyetin var mı, şunda plan var mı dese onda plan yok diyen. Şununla Trump'ma dep kelyapti o Xitoy qilmaydi, Tayvan'a hücum qilmaydi deb. Ama bazı kanunlar bilan qilib bo'ldi. Misalga 1979'ning 4-ayda Amerika'nınki her iki mecliste bir kanun çıkardı. Yani Tayvan bilan munosabat etninamesi. O çıkışqa yaradı. Onun keyin Reagan, Prezident Reagan'nınki vaqtida maxfiy ultimatlik bir kanunni nima hujjat nima chiqargan. Hükümet icra qildi buni. Onunla ergişip bir qancha shu Tayvanni qo'g'daydigan ba'zi moddalarni nim qilib qabul qilib ba'zi vaqtlarda icra qildi, ko'pincha zamonda icra qilmadi. Bu da siz degan bu kanun
agarda senatodami o'tib ketgan taqdirda burunqilar bilan birlikda texmi kuchlanadi. Sebep şu, bu Tayvan'daki xavfsizliğinin qo'g'dashda Amerika'nın yardımı bor degan gap. Yani Amerika Tayvan'a kural sit berish, kural berish, yani bigağı berish. Yalğızla o mutabiye kurallar emas, hücum karakterlik kurallar ve Xitoyninki kural teknologiyasi bilan ham tush bo'lgan kurallarni setib berish va berish. Onundan başka Tayvan o'zimi ba'zi kurallarni ishlab chiqaryotidi. Ve Japonya bilan ayrim bir munosabat, harbiy jihatdan munosabatlarni ilib beryotidi. Shuningga bu hozir bu Amerikaning strategiya mutaxassislarininki deyotgandek Tayvan bir tikanlik cho'chqa degan bir gap bor. Ma Uyg'ursida demdi. Yani bir xil cho'chqa va bu tushlari nayt qattiqcha. Adam berib tutsa yoki hayvon uni qo'g'lab bo'g'izlayman desa, tikan bet qattiq bo'lg'achqa tiyib ketadi. Xo'sh. Tayvanni ashunda halqa aytaylikki, Xitoy uningga hujum qilamisin deydigan bir planlarimi bor. Hozirmi shu nima Amerikaning kongressindami Tayvanninki meclisigimi, kongressigimi tavsiya qilyotdi. Bu harbiyga xashlaydigan xamchutni planni darhol chiqaringlar deb. Xitoyning niyati yomon debchi. Belki Amerika qurol setish uchun qilyotdi deydigan odamlar bo'lishi mumkin, ammo Xitoyningki Tayvan ustidagi tahdidlar borgan sari kuchlanayotdi. Shuningga bu Amerika Tayvanni agarda qonun bilan qo'g'dayman desa, Amerika Tayvanni qo'g'dashda bir mecburiyet, yani qilay ya da qilmay degan talash yo'q. Yani qonun bo'lgandan keyin qilishga mecbur. Bu bo'lsa Xitoyning Tayvanga hujum qilishini oldini olish uchun bir nima deymiz, chekindirish, yani Xitoyni keyniga chekindirish jihatda bir foydasi bo'ladi bu qonunlarni. Shu.